Hozirgi paytda bolalar orasida ham qizamiqqa, ham suv chechagiga o'xshash kasallik uchramoqda. Ya'ni bu toshmalarni toshish bilan birga xuddi pufakcha ko'rinishda toshyapti. Xo'sh, bu kasallik nima? Bu kasallik bolalar orasida juda ko'p uchramoqda. Asosan bolalarda tana haroratini 38 dan oshishi, ishtahaning pasayishi, og'izda stomatitning toshishi. Bundan tashqari, xuddi mana bu rasmdagidek yarachalarning og'izda paydo bo'lishi, tanada mayda-mayda toshmalarning xuddi pufakcha ba'zilari ko'rinishi, ba'zilari oddiy qizamiq ko'rinishidagi toshmalarni toshishi, qo'l kaftlarida pufakchali toshmalar bo'lishi va bolaning lanj bo'lib, ishtahasining yo'qligi kabi simptomlar yuzaga kelmoqda. Bundan tashqari, bolalarning tomoq og'rig'i, ichaklarning buzilishi, ba'zi bolalarda ichning ketishi, ba'zi bolalarda bir-ikki qusish holatlari ham kuzatilyapti. Bu virusning nomi Coxsackie. Bu virus bolalar orasida havo tomchi yo'li orqali yuqadi va yuvilmagan qo'l, ya'ni gigiyenaga rioya qilmaslik natijasida yuzaga kelishi mumkin. Masalan, qaysidir bolada shu virus bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'lni og'ziga solish, ya'ni qo'llarni yuvmasdan ovqatlanishi, kontaktda bo'lishi yoki so'laklar orqali ham yuqtirishi mumkin bo'ladi. Bu virusdan qanday davolash mumkin? Albatta, gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak, to'g'ri ovqatlanish qoidalariga rioya qilish kerak. Bundan tashqari, to'g'ri va samarali lecheniya qilish kerak bo'ladi. Agar sizning farzandingizda ham shunday toshmalar yuzaga kelayotgan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qiling. Chunki noto'g'ri lecheniyadan bolalarda har xil asoratlar, ya'ni ikkilamchi infeksiyalarning qo'shilish holatlari ham yuzaga kelishi mumkin. Siz farzandingizni bunday infeksiyadan himoyalash uchun profilaktik chora-tadbirlariga rioya qiling.